Alo, Alo, Shabnam. men Charosman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yetib oldingizmi, Yusuf aka? Rahmat. Shabnam bormi? Shabnam ish qilyotdi, gapiravering. Bo'lmasa aytib qo'ying, narsalarni olib borib berdim. Xavotir olmasin. Xo'p, rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Charos. Pushti kofteni yuvib qo'ydim. Voy. Bekor yuvibsan deb baribir endi uni kiya olmayman. Nega? Sovuni qara, Toshkent hali ham isib yotgan ekan. Shuncha kiyimimni bekor olib keldim. Yusuf akam qildilarmi? Nega chaqirmading? Voy, ish qilyotganding? Chaqirsang bo'lardi-ku.